Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonda atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi turmalarda zulmni davomlashtirish bilan birga butkul Sharq Turkistonni usti ochiq turmaga aylantirdi. Kishilarni salom berishdan va Allohga omonat degandek so'zlarni ishlatishdan chekladi. Qashqardagi bir soqchining so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, mahkumlarning oyda bir qatim ziyoratga kelganlar bilan ko'rishishga ruxsat qilinadi, lekin salom berish va Allohga omonat deyish qat'iy cheklanadi. Turmadan shikoyat qilish cheklanadi. Bularga xiloflik qilganlar og'ir jazoga uchraydiganligi ma'lum bo'ldi. İyi Partiya raisi Meral Akşener xonim 23 oktyabrdagi parlament guruhi yig'inida Uyg'ur masalasini yana bir qatim tilga oldi. O 1 million Türk yig'ilish lagerida zulmga uchrayotdi. Shuni bilib qilinglarki, boshqalar sukut qismi, İyi Partiya sukut qilmaydi. Shundaq Sharq Turkiston hamon bir kun erkinlikka erishidi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Saudiya Arabistonlik muxbir Jamal Khashoggining o'limiga chetishlik bo'lgan Saudiya Arabiston amaldorlarining vizlarining amaldan qoldirilganligini, viz cheklamasi va boshqa embargoning ijro qilinganligini bildirdi. Pompeo yana ma'lum kishilarga qarata Amerika Moliya ministrligi bilan xalqaro agentligi kishilik huquq qonuni bo'yicha embargo yurgizish masalasini muzokara qilganligini aytdi. Türkiye'ye ziyaretga kelgan Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi Chegara rayoni tadqiqot institutining boshlig'i Shin Guangxing Kanal İstanbul haqida agar har ikki tarafga foydali bo'lsa buningga qatnashimiz dedi. O o'zaro ishinish hosil qila olsak Turkiya bilan bo'lgan munosabatimizda hamkorlik o'rnatadigan nurg'un sohalar bor. O'rta Osiyodagi terrorlik masalasining hal qilinishida Turkiyaning roli bak cho'ng bo'ladi. Bu sababdan Xitoy Turkiya bilan munosabatini kuchaytirishni xohlaydi. O'zaro ishonch hosil qilinsinki viza meselesi hal bo'lsin dedi. Amerika prezidenti Donald Trump soğuk munosabatlar urushining oxirgi yillari, ya'ni 1987-yili Amerika bilan Sovet ittifoqi orasida imzolangan o'rta musofirlik boshqariladigan yadro bombasi kelishimidan chekinib chiqib ketadiganligini e'lon qildi. Hamda Rossiya va Xitoyning yangi yadro tahdidi ekanligini bildirdi. Washingtonda muxbirlarning savollariga javob bergan Trump, xalq aqlini topganga qadar Amerika yadro qurollarini taraqqiy qildirib o'zini kuchlantirish kerak. Buni necha yil burunli qilishimiz kerak edi dedi.